yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan hayot haqida gaplashgan edik. U yerdagi qilgan ishlari va olgan obro'si makkaliklar tomonidan u kishiga berilgan ta'riflar haqida gaplashgan edik va u kishining xullas payg'ambar bo'lishlaridan avvalgi hayotlari haqida chuqurroq gaplashgan edik. Ya'ni qanday qilib ular bu hayotda yashaganlari, nima qilib kun kechirganlari, qanday qilib xalq orasida obro' orttirganlari haqida gaplashgan edik. Va endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 25 yoshlarida Hadisha onamiz bilan tanishuvlari haqida bugun so'z yuritamiz va birinchi navbatda manbamni aytib qo'yay. Manbalari manarog'i Alixon To'ra Sog'oniy Hazratlarining Tarixi Muhammadiy kitobi asosida bu ma'lumotlar yozganman va shuningdek ikki dunyo sarvarlarining hayot yo'llarini yoritib borgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblari asosida mana bu ma'lumotlarni yig'ib sizlarga bir kichikroq o'zingiz bilishingiz kerak bo'lgan qismlarni yetkazib beryapman, ya'ni qisqaroq bo'lib, hammaga qulayroq qilib. Demak, birinchi bo'lim Hadicha binti Huvaylid, Tohira pokiza ayol deb nomlanuvchi bo'limimni boshlayman. Hikoyani ushbu onamizning o'zidan boshlaylik. Chunki u kishini tanimay turib bu nigohning qadrini anglab bo'lmaydi. Hadicha binti Huvaylid Quraysh zodagonlaridan Huvaylid ibn Asadning qizi hisoblanadi. Nasabi payg'ambarimiz bilan Qusay va Bokolonda tutashadi. Ya'ni asl Quraysh xonadonidan hisoblanadi. Payg'ambarimiz ham va onamiz ham, Hadisha onamiz ham bitta qabiladan bo'lganligini bu yerda ko'rsatib beryapti. Lekin uning obro'si faqat nasabda emas edi. O'sha jaholat zamonida ayol kishi mol o'rinda ko'rilgan, qiz bola tiriklay ko'milgan zamonda edi. Hadicha onamiz butun Makka Tohira, ya'ni pokiza deb aytardi. Butun Makka tomonidan tasavvur qiling, Tohira, ya'ni pokiza degan nomni olgan edi. Endi o'ylab ko'ring. Jamiyat qanchalik buzilgan bo'lmasin, chin pokiza insonni baribir tan oladi. Va axloq har qanday zamonda ham eng qattiq valid hisoblanadi. Aynan payg'ambarimiz ham xuddi shunaqa axloqli inson bo'lganligi uchun, birovning haqqiga xiyonat qilmaganligi uchun Makka tomonidan ishonchli, rostgo'y degan unvonlarni, nomlarini olgan edi. Hadicha onamiz 2 marta turmush qurib beva qolgan. Farzandlari bor ayol edi. Otasidan qolgan boylikni u o'zi boshqarardi. Savdo karvonlarga mol qo'shar, ishonchli odamlarni yollab, o'shalardan foyda bo'lish berar edi o'sha kishilarga. Bugungi til bilan aytsak, Makkaning eng yirik ayol tadbirkorlaridan, ular biznes ledilaridan zamon aytayotganda shunaqa ayollardan biri bo'lgan. Boyligi haqida tarixchilar shunday deydi. Quraysh karvoni yo'lga chiqsa, Hadichaning moli butun qabila molidan salmoqli o'rin olardi. Va tabiiyki Makkaning eng katta zodagonlari unga sovchi qo'yib ko'rgan. U hech kimga rozilik bermagan edi. Boylikka boylik qo'shilishni istaganlar ko'p edi. Hadicha onamizga esa boylik kerak emas edi. Unga ishonch kerak edi. Mana hozir shu joyda bir pauza qilaylik. Hozirgi paytda ko'ryapmiz, ko'pchilik zamonaviy qizlarimizdan sen uylanishni, senga qanaqa erkak uylanishni xohlagan bo'larding, kimga turmushga chiqishni istagan bo'laring desa, hozir hammasi og'ziga kelgan gapni aytayapti. Ya'ni menga gelik berish kerak, mahrga gelik beradigan odam bo'lish kerak, boyvachcha bo'lish kerak, bir 100 qavat uyi bo'lish kerak, oyiga kamida 5-10 ming dollar topib qo'yish kerak degan shartlarni qo'yapti. Ammo lekin ko'rib qo'yinglar. Hadicha onamiz bu ishni qilmadilar. Hadicha onamizga manaman degan zodagonlar sovchi qo'yishdilar, sovchi qo'ygandilar. Ammo lekin Hadicha onamiz boylikka uchmadilar. Endi ikki taqdir qanday tutashganligini bir ko'raylik. Hadicha onamizga Shom safariga karvon jo'natish uchun ishonchli odam kerak bo'lib qoldi. Makkada esa bir yigit haqida gap yurardi. Muhammad ibn Abdulloh al-Amin. Hech yolg'on gapirmaydi, omonatga xiyonat qilmaydi, va'dasidan qaytmaydi. Hadicha u kishiga taklif yubordi. Mollarimni olib Shomga yuboring. Boshqalarga beradigan haqdan 2 barobar ko'p beraman, deb aytdilar. E'tibor bering, bozorda obro'ning narxi shu halol odamlar 2 barobar to'lashga ham rozi edi. Chunki payg'ambarimiz video boshida aytganimdek, shunaqangi bir obro'ga sazovor bo'lgan edilarki, Makkada payg'ambarimizdek ishonchli odam bo'lmagan edi. Hattoki payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham odamlar bu zotga ishonib o'z mollarini tashlab ketishardi, omonatlarni qoldirishardi.
Muhammad alayhissalom amakilari bilan maslahatlashib rozi bo'ldilar va Hadicha onamizning g'ulomi, xizmatkori Maysara bilan yo'lga chiqdilar. Safar har jihatdan barakali keldi. Mollar kutilgandan yaxshi sotildi. Olib qaytilgan mollar Makka da 2 hissa foyda berdi. Lekin Hadicha onamizning hisob-kitoblaridan ham ko'proq Maysaraning hikoyalari hayratga soldi. Maysara yo'l bo'yi bu yigitni kuzatgan edi. Muomalasi, rostgo'yligi, savdodagi halolligi, birovning haqqiga qo'l uzatmasligi Maysara ko'rgan ba'zi ajib holatlarni ham aytib beradi. Masalan, safar chog'ida bir rohib bu yigit haqida ulug' gaplar aytgani, Hadicha onamiz aqlli ayol bularning barini bir joyga qo'ydi. Mana o'sha inson deb bu yerda tugatilgan ma'lumotlarimiz. Xo'p, endi savol-javob davri keldi. Bugungi kunda Al-Amin obrazini qanday qurish mumkin? Bir misollar ayta olasizmi? Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek hozirgi kunda mana shu ishonchni o'zimiz ham orttira olamizmi? Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga biz ergashishimiz kerak, u kishi qilgan ishlarni biz ham qilishimiz kerak, sunnatlariga amal qilishimiz kerak va shunday ekan, qaysidir ma'noda biz payg'ambarimizni davomchi bo'lishimiz kerak. Ya'ni qaysidir ma'noda davomchisi u qilgan ishlarini, u qilgan bizga buyurgan ishlarni qilishimiz kerak. Shuning uchun ham aytingchi, bugungi kunda o'shana payg'ambarimizdek al-amin, ya'ni ishonchli odam nomiga qanday erishishimiz mumkin? Mana shuni haqida bir savol-javob qilaylik sizlar bilan. Xo'p, mayli. Ikkinchi bo'limga o'tishidan oldin, ya'ni ikkinchi bo'limimiz savobchilik va nigoh, mezon va axloq deb nomlanadi. O'sha oldin biroz sizlarning izohlaringizni o'qiyman. Shu orada savollaringizni yo'llab oling. Assalomu alaykum yoshimiz. Va alaykum assalom. Katta rahmat. Aka, payg'ambarimiz dunyodan o'tib ketganlariga qancha vaqt bo'ldi? Ancha yillar bo'ldi. Qanchaligini bilmadim-u, ammo lekin bizning qalbimizda hamon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tirik. Shuning uchun ham bizning qalbimizda u kishini o'lik deyish xato. Biz uchun tirik, bizning qalbimizda tirik u zot. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Hammaga assalomu alaykum va alaykum assalom. Demak, bergan savolimga javob yozishlaringiz mumkin. Qiynalib qolayotgan bo'lsangiz, mayli, keyinga qoldiramiz. Jonli efir mobaynida ham o'ylab ko'rib javob yozsangiz bo'ladi. Ungacha esa men keyingi javobga o'taman. Aka, iltimos biz musofirlarni haqida duo so'rang. Rahmat. Inshaalloh namozlarda so'rayman sizlar uchun. Har doim so'rayman hozir. Alloh sizlarga panoh bo'lsin. Alloh sizlarga ofiyat bersin. Demak, davom etamiz. Ikkinchi bo'lim. Endi eng nozik joyi. Hadicha onamiz qaror qildi, lekin qanday aytadi? Bu yerda dugonasi Nafisa bintu Muniya vositachi bo'ladi. Demak, davom etamiz. Biroz uzilish bo'lib qoldi. Endi eng nozik joyi. Hadicha onamiz qaror qildi, lekin qanday aytadi? Bu yerda dugonasi Nafisa bintu Muniya vositachi bo'ldi. Nafisa payg'ambarimiz alayhissalomni oldilariga borib, ehtiyotkorona so'radi. Nega uylanmaysiz? Javob samimiy edi. Qo'limda uylanishga yetadigan mol yo'q, dedilar payg'ambarimiz. Nafisa davom etdi. Agar sizga mol ham, go'zallik ham, sharaf ham, ishonch ham jamlangan ayol taklif qilinsa-chi? Va payg'ambarimiz so'radilar. U kim? Va javob qildilar. Hadicha. Payg'ambarimiz alayhissalom harom bo'ldilar. Hadicha menga qanday rozi bo'lsin? Chunki orada boylik va mavqe farqi bor edi. Nafisa shunday dedi. U yog'ini menga qo'yib bering, dedi. Shundan keyin rasmiy sovchilik bo'ldi. Amakilari Hamza, ba'zi rivoyatlarda Abu Tolib
Huvaylid xonadoniga bordilar. Nigoh xutbasini Abu Tolib o'qidi. Unda jiyanini shunday ta'rifladi. Bu yigit Qurayshning har qanday yigiti bilan tortilsa ustun keladi. Nasabda, aqlda va fazilda. Mahr belgilandi. Rivoyatlarda 20 tuya atrofida deyiladi. Shunday qilib tarixning eng barakali nigohi o'qildi. Kuyov 25 yoshda edi. Kelin mashhur qavalga ko'ra 40 yoshda, boshqa rivoyatlarga ko'ra 28 yoshda edi. Mana bu yerda endi yoshlarni hisoblash turlicha bo'lgani uchun farqlar bor. Ya'ni ba'zilarda 40 yoshda, ba'zilarda 28 yoshda deyilgan. Shu o'rinda to'xtaymiz va bugungi yoshlarga qarata ochiq gaplashaylik. Bu nigohda 3 ta qolip sindirilgan. Birinchisi, ayol tomonining tashabbusi. Ma'qul insonni ko'rgan oila o'z izzati bilan vositachi orqali muomala boshlashi uyat emas. Buni mo'minlar onasining ko'rsatib turibdi. Keyinchalik Umar roziyallohu anhuning qizi ham, ya'ni Hafsani solih insonlarga o'zi taklif qilgan. Bu ham sunnatga aylangan yo'l. Ikkinchisi, yosh farqi va beva degan yorliq. Hadicha onamiz 2 marta turmush qurgan, yoshi katta ayol edi. Bu insoniyatning eng buyuk zotiga to'siq bo'lmadi. Jamiyatimizda beva bechoraga ikkinchi nav deb qarash johiliyat sarf hisoblanadi. Bu jaholat davridan qolib kelgan, ya'ni oilasidan ajalib qolgan ayolga past nazar bilan qarash o'sha islomning avvalgi davrlarining johiliyat, zolim odamlarning bir qarashlari hisoblanadi. Sunnat esa buning aksi. Uchinchisi, mezon masalasi. Yigit boylikka qaramadi, ayol masabiga qaramadi, ayol esa mansabga qaramadi. Ikkovi ham axloqqa qaradi. Payg'ambarimizning keyinchalik aytgan mashhur hadislari bor. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan, ayolga 4 narsa uchun uylaniladi. Moli, nasabi, husni va dini uchun. Sen dindorini tanla, qo'ling baraka topadi. Bu mezon qizlarga ham teng ishlaydi. Turmush qurayotganda birinchi savol mashinasi bormi emas. Omonatga qanday qaraydi? Bo'lsin deb aytilyapti bu yerda. Bu nigohdan 6 farzand dunyoga keldi. 2 o'g'il Qosim va Abdulloh. 4 qiz Zaynab, Ruqiya, Kulsum va Fatima. Ikkala o'g'il go'dakligida vafot etdi. Payg'ambarimiz farzand dog'ini ham totib ko'rdilar. Bolasidan ayrilgan har bir ota-ona bilsinki, bu og'riqni eng suyukli zot ham boshdan kechirgan. 4 qiz esa voyaga yetdi va har biri islom tarixida o'z o'rniga ega. U zotni Abul Qosimning otasi deb atashardi. 25 yoshlik umr bir nigohda. Azizlar. Hadicha onamiz hayotlik chog'ida payg'ambarimiz boshqa hech kimga uylanmaganlar. Bu oilaning haqiqiy qadri esa keyin og'ir kunlarda ochiladi. Vahiy kelgan kechada titrab kelgan payg'ambarni kim tinchlantiradi? Hadicha onamiz albatta butun shahar qarshi chiqqan, butun olamga qarshi chiqqan, boyligini kim da'vat yo'liga qo'yadi, xullas kim boyligini da'vat yo'liga qo'yadi deb butun shahar qarshilikka chiqqan. Ammo lekin qarshilikka Hadicha onamiz e'tibor bermadi. Haq yo'lidan ketdilar. Shuning uchun u zot yillar o'tib ham shunday deganlar: odamlar meni inkor qilganda, u menga iymon keltirdi. Odamlar yolg'onchiga chiqarganda, u meni tasdiqladi. Odamlar mahrum qilganda, u meni moli bilan quvvatladi. Oysha onamiz esa ko'rmagan va ayolimga Hadichaga rash qilganchalik hech kimga rash qilmaganman deganlar. Chunki payg'ambarimiz qo'y so'ysalar, go'shtini Hadichaning dugonlariga yuborib turardilar. Vafotidan yillar keyin ham oila baxtining formulasi shu 2 so'zda qoldi, ya'ni sadoqat va vafo. Qaytaraman, sadoqat va vafoda oilaning baxtining formulasini shuni xulosa qilishimiz mumkinki, faqatgina sadoqat va vafoda bo'ladi. Bu ikkisi bo'lmasa, bir mustahkam oila, baxtli oila bo'lmaydi va uzoqqa bormaydi deyilyapti. Ko'rganingizdek, mana bu joyda endi biroz ikkinchi bo'lim uchun ham xulosalarimizni qilaylik. Bilamiz, bizni urfimizga kirgan qiz bolaga kimdir uylanmoqchi bo'lsa, kimdir yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, umumiy olganda asosan erkak tomon sovchi yuboradi.
Bu o'rganib qolganmiz. Ammo lekin Hadicha onamiz nima qildi? O'zlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sovchi qo'yishdi. Ya'ni bu degani qizlar masalan biron kishini yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, agar o'sha kishi biroz uyalchang bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha odam umuman bu ayolni tanimaydigan bo'lsa, bildirib qo'yish maqsadida sovchi yuborilishi mumkin deyilyapti bu yerda. Bu albatta yaxshi amal hisoblanar ekan. Umid qilamanki, ko'pchilik eshityapti. Ya'ni boya ham aytdim, Hadicha onamiz bir boylik uchmagan. Hozirgi qizlar esa boylikni talab qilyapti. Ammo lekin Hadicha onamizga hech qanaqa boylik qiziq bo'lmagan. Va Hadicha onamiz shunaqangi bir yaxshi ayollardan biri bo'lganki, payg'ambarimizni har qachon har qayerda qo'llab-quvvatlagan. Ham pul bergan, ham ma'naviy jihatdan har qanday holatda qo'llab-quvvatlagan. Ayrimlarga o'xshab tashlab ketmagan. Endi bilasiz, gap nima haqida ketganligini. Hozirda bilasiz, zamonaviy holatimizda, zamonaviy dunyomizda insonlarning bir oilasida bir mushkulot kelib qoladigan bo'lsa, darrovdan bir-birini yomonlab ajrim holatlari ko'payib ketgan. Ammo lekin qaranglar, musulmonlarning onasi bo'lgan Hadicha onamiz nima qildi? Sabr qildi, payg'ambarimiz bilan birga bo'ldi, payg'ambarimizning boyliklariga qaramadi, faqatgina u insonning axloqiga, diniga, e'tiqodiga e'tibor qildilar. Xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlar bo'lsin va endi 3-bo'limga o'tamiz. 3-bo'lim shunday nomlanadi. Xonadonning 2 aziz farzandi, Zayd va Ali. Bu xonadon faqat o'z farzandlari bilan cheklanmadi. 2 voqeani aytib o'tishim shart. Chunki ikkovi ham bu oilaning qalbini ko'rsatadi. Birinchisi Zayd ibn Horisa. Bu bola asli ozod arab oilasidan edi. Onasi bilan qarindoshlarnikiga ketayotganda karvon talanib, bola o'g'irlab qul bozorlarida sotilgan. Uni Hadicha onamizning jiyani sotib olib, Hadicha onamizga bergan. Hadicha onamiz esa turmushga chiqqach eriga hadya qilgan edi. Muhammad alayhissalom Zaydni ozod qildilar va o'z tarbiyasiga oldilar. Yillar o'tib Zaydning otasi va amakisi izlab Makkadan topib kelishdi. Molini olib, bolamizni qaytarib beringlar deyishdi. Muhammad alayhissalom hayratlanarli taklif qildilar. Zayddan o'zi so'raylik, sizni tanlasa, Zaydning o'zidan so'raylik, sizni tanlasa, hech qanday tovonsiz olib ketinglar. Meni tanlasa, men o'zim tanlaganni birovga bermayman, dedilar. Va Zayd otasining ko'z o'ngida shunday dedi: Men bu kishidan ajramayman. Men undan ko'rgan mehrni hech kimdan ko'rmaganman. Ota-onasidan ham. O'ylab ko'ring, bir inson qanday muomala qilsa bu bola tug'ishgan ota-onasidan ham ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanlaydi. Bu yerda bu bola, bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'z ota-onasidan ustun bildi. Lekin o'sha paytlarda payg'ambarimiz hali payg'ambarlik maqomini olmagan edi. Shuni ham yodda tutinglar. Payg'ambarimiz shu yerda Zaydni Ka'ba oldiga olib chiqib e'lon qildilar. Guvohi bo'linglar, Zayd mening o'g'lim. Bu o'sha davr odatchiga asrab olish edi. Ya'ni kimdir asrab olsa, o'zini asrab olgan bolasini e'lon qilar edi. Keyinchalik vahiy asrandi bolani o'z nasabi bilan chaqirishga buyurgan va u yana Zayd ibn Horisa deb atalgan. Zayd keyinchalik Qur'onda ismi zikr qilingan yagona sahoba bo'ldi va mana e'tibor beringlar. Qur'onda yagona ismi zikr qilingan sahoba Zayd radhiyallohu anhu bo'ladilar. Ikkinchisi, Ali ibn Abu Talib. Makkada qancha yillik og'ir qahatchilik bo'lgan davrlar edi. Abu Talibning bolasi ko'p, ro'zg'ori og'ir edi. Muhammad alayhissalom amakilari Abbosga dedilar: "Yuring, Abu Talibning yukini yengillataylik. Bittadan bolasini olaylik." Abbos Jafarni, Muhammad alayhissalom Alini o'z uyiga oldi. Endi manzarani ko'ring. Bir paytlar 8 yoshli yetim Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Talibning bag'rida o'sgan edi, ya'ni yetimlikda. Oradan 30 yil o'tib Muhammad alayhissalom Muhammad Abu Talibning o'g'lini bag'riga olyapti. Yaxshilikka aylanib keladi. Yaxshilik aylanib keladi va yaxshilik qaytadi degan gap bejizga emas. Hech qachon yerda qolmaydi va Allohning rejasini qarang. Shu tufayli Ali bo'lajak 4-xalifa.
Bolaligidan payg'ambarlik xonadonida vahiy tutashgan uyda tarbiyalandi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Alloh hozirgi paytda islom olamida nima sodir bo'layotgan bo'lsa, nima bir buyuklikni, bir buyuk ishlarni, buyuk fathlarni amalga oshirgan sahobani va misol uchun bittasi Qur'onda ismi kelgan sahoba, ya'ni Zayd ibn Horiz radhiyallohu anhu bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Ali radhiyallohu anhuni payg'ambarimizning oldida olib keldi. Hammasini payg'ambarimiz bilan tutashtirdi. Va endi keyingi bo'limimiz 4-bo'lim. Butun Makka urushga chiqay deb turgan kunga o'tamiz va unga o'tishdan oldin mayli orangizdan savol javob beradigan bo'lsa, ularga birin-ketin javob beraman. Va sizlardan shu o'rinda iltimos qo'yardimki, kanalimda yangi bo'lganlar kanalimga obuna bo'ling, like bosmaganlar esa like bosib qo'ying va bunaqa foydali bilimni tarqatilishiga o'z hissangizni qo'shing. Va albatta bu ham bir savobli amal hisoblanadi. Yaxshi, yana izohlaringizni o'qiyman savollar bo'lsa. Alloh insof bersin sizlarga. Tavba. Afsuski, izohlarda payg'ambarimizning nomlariga nisbatan juda ham xunuk gaplar yozilibdi. Unaqa odamlarni chatimdan chiqarib tashlayman. Tavba. Tavba qildim, astag'firullah. Shunaqa insonlar ham bor-da, nima deysiz? Payg'ambarimizning nomlariga juda ham xunuk so'zlarni aytayaptilar. Alloh insof bersin, nima deyman sizlarga? Assalomu alaykum. Meni o'zim vohalikman, ammo lekin Toshkent shahrida yashayman. Katta rahmat Oyshaxon Usmonova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana endi keyingi bo'lim 4-bo'limga o'tamiz. Muhammad alayhissalom 35 yoshga kirganlarida Makkani katta tashvish bosdi. Kuchli sel Ka'ba devorlarini shikastladi. Devorlar aslida ham past va eskirgan va ancha eskirib bir yomon holatda edi. Ustiga o'g'rilik voqeasi ham bo'lgan edi. Qurayshlar binoni buzib, qaytadan mustahkam qurishga qaror qildi. Lekin bir qo'rquv bor edi. Allohning uyini buzsak, bizni urmaydimi? degan savol bor edi. Birinchi bo'lib Valid ibn Mughira tavakkal qilib tesha urdi. Allohim, yaxshilikdan boshqasini istamaymiz. Bir kun kutdilar. Hech narsa bo'lmadi. Keyin hamma qo'shildi. Ibrohim alayhissalom qo'ygan yashil poydevor toshlarigacha yetganda bu ish to'xtatildi, ya'ni buzish to'xtatildi. Qurilishda bir shart bor edi. Bunga alohida e'tibor bering. Sarf xarajatga faqat halol mol qabul qilinadi. Zino daromadi, sudxo'rlik puli, zulm bilan olingan mol rad etiladi deb aytishdi. Mushrik xalq ham bilardi. Muqaddas ishga harom pul aralashmasligi shart edi. Mablag' yetmay qoldi. Shunda binoni to'liq qurmay, bir qismini Hijr, Hatimiy deb ataladigan yarim doira joyini devor ichidan tashqarida qoldilar. Bugungi masjid qurilishiga, xayri ishlariga ham shu savol. Manba halolmi? Xalq buni o'shanda ham surishtirgan. Va mana shu kungacha bu narsa bizga meros bo'lib qolyapti. Ya'ni musulmonlar hozirgacha xayr inson qilinadigan pullarining halol ekanliklariga e'tibor berishlari lozim ekanligi bu yerda ham ishora qilinib ketilyapti. Har urug' devorining bir qismini ko'tardi. Ish aql ketdi, lekin navbat eng sharafli amalga. Hajarul Aswadni, ya'ni jannatdan tushgan qora toshni o'z o'rniga qo'yishga kelganda hammasi to'xtadi. Bu sharaf kimga tegadi? Har urug' bizga dedi. Gap qizidi, ittifoq buzildi. Qadimiy g'ururlar qo'zg'aldi. Banu Abduddor urug'i bir tog'ora qon keltirib, qo'llarini botirib qasam ichdi. O'lamiz, lekin bermaymiz. Qonga qo'l botirish Arabda urushga oxirgi qadam edi. 4-5 kun Makka portlash yoqasida turardi. Bir tosh va butun shahar urush yoqasida. Kibr va sharaf talashishi odamni qayerga olib borishini ko'ryapsizmi? Hattoki Ka'ba atrofida ham urush bo'lyapti. Nihoyat eng keksa oqsoqol Abu Umayya ibn
Mug'riya taklif kiritdi. Kelinglar hakamlikni taqdirga topshiraylik. Mana shu eshikdan birinchi bo'lib kim kirsa, o'sha hal qilsin dedilar. Hamma rozi bo'ldi. Ko'zlar eshikka qadaldi va eshikdan topinglarchi kim kirib keldi. Va eshikdan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Bir ovozdan xitob ko'tarildi. Hada al-amin, ya'ni bu ishonchli kishi dedilar. Bu Muhammad. To'xtang shu yerda. Nega hamma birdan rozi bo'ldi? Chunki 15 yillik halol hayoti hammaning ko'z o'ngida edi. Obro' qanday ishlashini ko'ring. Inqiroz kelganda odamlar kimga yuzlandi? Eng kuchlisiga emas, eng ishonchlisiga. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu paytgacha ular xalqning orasida yaxshi nom qozongan edi. Kuchli axloqi, halolligi bilan hurmat qozongan edi. O'shaning uchun ham al-amin, ya'ni ishonchli kishi degan nomga sazovor bo'lgan edi. Va shu bejizga emas, hada al-amin dedilar eshikdan kirishi bilan. Odamlar bir ovozdan rozi bo'lishdi xullas. Endi yechimning o'zini ko'ring. Dunyo muzokara darsliklariga kirgan yechim. Yosh hakam bir rido yopig'ich keltirishni so'radi. Toshni o'z qo'llari bilan ridoning o'rtasiga qo'ydilar. So'ng har urug'ning oqsoqoli ridoning bir chetidan tutsin dedilar. 4 urug' boshlig'i birga ridoni ko'tarib, toshni joyigacha olib bordi. Devor oldida esa Muhammad alayhisalom toshni o'z qo'llari bilan olib o'rniga o'rnatdilar. Tamom. Qon to'kilmadi, hech kim yutqazmadi. Ko'tarish sharafi hammaga teng bo'lindi. O'rnatish esa hammaning roziligi bilan al-amin ga nasib qildi, ya'ni payg'ambarimizga. Bugungi tilda bu inglizcha aytganda win-win deyiladi. Ya'ni u taraf ham, bu taraf ham yutqazmaydi. Yechim nima bo'ldi? Yechim mojaroda maqsad raqibni yiqitish emas, hamma rozi chiqadigan eshik, yo'lni topish. Oilada janjal, ishxonada talash, mahallada nizo, hammasiga shu hol. Ya'ni sharafni bo'lib bering, natijaga hammani sherik qiling. Bir dona yechim 1000 qilichdan kuchli bo'ladi dedilar. Xullas, ko'rganingizdek bu yerda agar yechim faqatgina bir manfaatni ko'zlaydigan bo'lsa, hech kim bunga ko'nmaydi. Qolganlar norozi bo'ladi. Qalbida ular uchun gina saqlaydi. Ana shuning uchun ham hammaga manfaatli bo'ladigan yechimni qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bizga meros bo'lib qoldi. Va yana bir nozik ishora bor. Bu voqea payg'ambarlikdan atiga 5 yil oldin bo'ldi. Alloh o'z elchisini butun Quraysh oldida hakam qilib ko'rsatib qo'ydi. Butun shahar biz uning hukmiga rozimiz deb turgan edi. 5 yildan keyin xuddi shu odamlar u zotni yolg'onchiga chiqaradi afsuski. Farq nimada? Toshni qo'yishda hukmga rozi bo'ldilar, chunki manfaatlariga tegmasdi. Butlarni qo'yishda esa rozi bo'lmadilar. Chunki hokimiyatga, cho'ntagiga, kibrga zarar berardi bu narsa ularning. Insonning haqiqatga munosabati ko'pincha dalilga emas, manfaatiga bog'liq bo'ladi. Bu haqiqatni sirat bizga qayta-qayta ko'rsatadi va albatta bugungi kunda ham bu narsa afsuski bor. Ya'ni masalan kimdir mana bu ishni qorilarimiz halol yoki harom deydigan bo'lsa, yo'q senlar nima deyapsan, bu hech qanaqa harom emas deb qorilarimizga qarshi chiqadigan insonlar bo'lgan. Va o'shanda ham va hozir ham haq diniga, haq yo'liga qarshi chiqadiganlar talaygina topiladi. Ana endi navbat oxirgi bo'limiz, ya'ni 5-bo'limga yetib keldi. Bu yerda biz hirosari, bo'ron oldidan sukunat nemlanuvchi bo'limga o'tamiz. Endi birodarlar, biroz sabrli bo'lasiz va eshitasiz. Videoga yana qaytaraman, kanalimga obuna bo'lmaganlar iltimos obuna bo'lib qo'ying, like bosmaganlar esa like bosib qo'ying. Hali bizda 25 ta qism bor. 25 ta qismni birgalikda o'tkazishimiz kerak. Davom etamiz. Nikoh, farzandlar, tinch xonadon, obro'-e'tibor. 40 yoshga yaqinlashganda esa u zotning qalbida boshqa bir holat kuchayib bordi. Xilvatga, tafakkurga muhabbat. Makkaning butparastligi, adolatsizligi, mayda g'ururlar pol qalbni tobora chiqar edi. U zot shahardan 3 chaqirimcha naridagi Nuro tog'iga, Hiro g'origa chiqadigan bo'ldilar. Bir necha kunlik ozuqa bilan ba'zan butun Ramazon bo'yi yolg'iz ibodat va tafakkurda. Bobolari Ibrohim alayhisalom yo'lida yakka yaratganga yuzlanib, osmonlar va yer haqida, xalqning ahvoli haqida o'ylardilar.
Hadicha onamiz bu odatni to'liq qo'llab-quvvatladilar. Ba'zan oziq yetkazib turadilar. Dono ayol umr yo'ldoshining ulug'ishiga hozirlanayotganini qalbi bilan sezib turardi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning payg'ambar nomini olishini Hadicha onamiz qalban his qilib turardilar. Shu davrda alomatlar ham kuchaydi. U zot keyinchalik aytganlari: "Ko'rgan tushlarim tong yorug'idek aniq chiqar edi va Makkada bir tosh borki, menga salom berardi. Uni hozir ham taniyman. Zamin o'z payg'ambarini qarshilashiga hozirlanardi. Taraddud ko'rardi. Bugungi hikoyamiz ana shu ostonada to'xtaydi. 40 yosh to'lgan yil Ramazon oyining muborak kechalaridan birida o'sha kichkina g'orda insoniyat tarixi ikkiga bo'linadi. Iqro, lekin bu ertangi efirning hikoyasi va ishoning kursimizning eng buyuk qismi ana o'sha bo'ladi. Hozircha endi xulosaga o'tamiz. Bugungi ikki hikoyadan olib keladigan xulosalarimizni jamlaylik. Birinchi saboq oila haqida. Turmush o'rtoq tanlashning 5 mezoni. Axloq va ishonchdir. Bosh mezoni demoqchi edim. Ya'ni bosh mezoni axloq va ishonchdir. Hadicha onamiz boylikka emas, al-aminga turmushga chiqdi va bu tanlov tarixdagi eng baxtli oilalardan birini berdi. Dindorini tanla, qo'ling barakat topsin. Hadisi shiorimiz bo'lsin. Ikkinchi saboq vafo haqida. 25 yillik yakka nigoh vafotdan keyin ham dugonalarini yo'qlash, oila sadoqat ustiga quriladi, his tuyg'u so'nishi mumkin. Vafo esa qaror va u har kuni yoningda qabul qilinadi. Uchinchi sabog'imiz esa Zayd qissasidan. Insonlarning shunday muomala qilginki, ya'ni atrofdagilarga shunday muomala qilginki, sizni ota-onasidan ortiq ko'rsin. Mehr eng kuchli bog' bo'ladir. To'rtinchi saboq rido hakamligidan. Mojaroda hamma yutadigan yechim izlang. Sharafni taqsimlang. Shunda urush o'rniga hamkorlik keladi. Va 5-saboq Qiro xilvatdan shovqinli dunyoda o'ziga tafakkur va vaqt ajratib inson katta ishlarga hozirlanayotganiga bir dalil bo'ladir. Kuningizning hech bo'lmasa 10 daqiqasini telefonsiz sukutda o'ylab o'tkazing. Ya'ni bu dunyoda nimaga yashayapman, nimalar qilyapman, qanday gunoh ishlarni qilyapman va ularga yarasha qanday savoblarim bor deb o'zingizga savol bering. Ana endi sizlar bilan biroz savol javob qilishimiz kerak bu qismda. Ya'ni nega payg'ambarimiz keyinchalik ko'p uylanganlar? Mana bu hozir shatda bir ayrim yaramas kishilar payg'ambarimizni xotinbozlikda aylayapti, ya'ni nafsi jihatidan uylangan deb payg'ambarimizga tuhmat qilishyapti ayrim ahmoq kishilar. Ammo lekin sizlarga savol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deb o'ylaysizlar? Keyinchalik nimaga ko'p uylanishgan? Va yana keyingi savol. Yosh farqi katta nigoh to'g'ri bo'ladimi? Ya'ni o'zingizdan yoshi katta odamga uylanish to'g'ri bo'lgan bo'larmidi? 3-savolim esa, ayol kishi ishlashi, tadbirkorlik qilishi mumkinmi? 4-savol, Hajarul Asvad qayerdan kelgan? Va yana bitta narsa aytib qo'yay. Bu efir tarixiy, ma'rifiy suhbat, munozarali fiqhiy, aqidaviy masalalarni rasmiy ulamolarimizning bayatlariga, ularning javoblariga qoldiramiz. Qolgan narsalarga aralashmaymiz. Ertangi albatta munosabat aytib ketaman. 5-qism tugab 6-qismni yana aytdim. Qanaqangi bir vahiy kelishlari haqida gaplashamiz ertangi jonli efirda. Ana shuning uchun ham mana shu kanalimga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying. Ertaga aynan mana shu voqea haqida gaplashamiz. Va albatta kanalimda aktiv bo'linglar. Videolarni kuzatib boringlar. Chunki biz hali oldinda mana bu mavzumiz, hali ham oldinda, hali bu mavzuni tugatganim yo'q. Hali chiqib ketmaymiz do'stlar, hali ham mavzuimiz oldinda turibdi. Buni sizlarga hali yetkazib ham berishim kerak-da. Hali aytadigan joylarimiz ko'p, savol javob qiladigan joylarimiz ko'p. Mana sizlarga birinchi savolni berdim. Nima sababdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizdan keyin ko'p oila qurganlar? Mana buning kim menga bir aqlli javobini ayta oladi? Aqlli javobini aytadigan bir bilimli kishilarimiz bormi oramizda? Yaxshi, keling mayli izohlaringizni o'qiyman.